Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hormana salomatmisizlar? Akalar, xudo xolasa bugungi sanamiz 8-may. Bugun Toshkent shahar o'zimizni fermadan, hozirgi Food City'ning orqa tomonidan chiqarish qilyapman. Bugun xudo xolasa sizlarga akalar mana ko'rinishini qarang. Danchak tusdagi 2,5 yasharlik toyi obzorini qilamiz, ma'lumotlarni beramiz. Danchiklarini endi buzgan 2,5 yashar. Otni biz sizlarga 3 yoshga beramiz. Xudo xolasa toyi yoshi 3 yashar bo'ldi. Bo'yi 1.55 atrofida, hali mingga qilinmagan. Formalar, bichimlar yaxshi kelgan ekan. Ot tovlanishini qarang. Jonivor. Xudo xolasa yaxshi ot qilaman deydigan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Qashqasi ham mana qarang. Qashqasi ham peshanadan boshlab burungacha kelganda. Bunaqasini zakazga ham topish ba'zida qiyin bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, qashqasi shu tepadan boshlanib burungacha kelgan bo'lsin deydi. Mana xudo xolasa zalatiy rangda, danchak, qoni bor. Bichimlari yaxshi. Bo'ylari shu 1.55 ga ozgina yetmay qolsa kerak. 1.55 o'lchamadik. Ko'z chami 1.55 deb qo'yamiz. Kami ko'siga rozi bo'lasizlar. Mana shu jugan, xudo xolasa kimga baraka bo'lsa qo'shib beriladi. Mana shu oppoq jugan, yangi jugan. Mana zardani qarang, zardani. Ajoyib. Zardani qarang. Tegish keragi yo'q. Mana zarda. Yo'lsiz tomondan qarasanglar boshqa narsa, yo'lsiz tomondan. Yo'llarini atayin qirqmadim akalar. Yo'lini qarang, siyraligini. Ya bo'p sevmayman. Mana yo'llari ham siyra yo'l. Atayin qirqmadim, kuzab qo'ysam shu uj bundan bag'iga pashasidan boshlanadi, bilasizlar. Biz tabiatdan biz asosan yo'lini kuzamaymiz. Quloqlari ham zo'r kelgan. 4 ta tuyog'i sog'lom. 4 ta tuyog'ini bitta olib qo'ying. Bir joyida ishiq-pishiq defekti yo'q. Bu xolasa hamma ma'lumotlar berildi. Kimga qiziq bo'lsa, bu danchagi akalar narxi qiziq, eng qizig'i narxida. Narxini shu $1,800 bo'lsa sotamiz. $1,800 demayman, ozgina yo'l qo'yib beraman. $1,800 dan ozgina kelishtirib beraman. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa yosh bolalar, bo'sh bola bo'lsa, bo'sh bo'lsa, olib bersanglar o'sha bolani xudo xolasa shustrik qiladi, sho'x qiladi. Chunki eskilarning gapi bor-ku, bolang sho'x bo'lsa qo'y boqtir deydi, bo'sh bo'lsa ot mindir deydi. Shuning uchun tavsiya qilamiz akalar, kanikul ham kelib qoldi xudo xolasa. 8-sinf, 9-sinf bolalarga bersanglar, o'zlari mingga qilib dalada o'ynab yurishaveradi. Nasib bo'lsa, shu toyimiz sotuvda. Laqab qo'ymadik, kim olsa laqabni o'zi qo'yib olaveradi. Biz Otozuba kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Biz sizlarga mana shunaqa yaxshi narsalarni chiqarishda to'xtamaymiz. Salomat bo'ling.